fuqaroni majburlab intervyu berishga huquqi bormi? Yo'qmi? Fuqaroni mansabdor shaxs majbur moddasi yozilgan. Mansabdor shaxs shu. Bermasligi ham, ko'rsatib bermasligi ham yoki sizni savollaringizga javob bermaslikka haqqi bormi? Yo majburlab olishga yo'q, so'rayapman sizdan, men bilmayman. Men uni bilmayman. Bermaslikka haqqi yo'q degan. Yo'q, berish kerak degan narsa bor. Berish kerak, lekin berish shart degan narsa bor. Majburlab olish kerak emas. Berish shart degan narsa bor. Yo'q, majburlab olish kerak emasmi? Xodimmi berish kerak? Xodimmi berish kerak? Xodim bersa javobini beradigan, xodim nazorat qiladigan organlar. Tushundingizmi? Aka, gaplashmayman deyaptimi? Siz majburlab aka, xodim qanday gaplashmayman deydi. Fuqarocha ishlaydi-yu o'zi. Fuqarocha nima qilingan? Nima bular faqat kuch ishlatib o'rganib qolganmi yoki faqat noqonuniy qilib o'rganib qolganmi deyapman. O'rganib savol beryapman. Savol beryapman. Men savol beryapman. Men savol beryapman. Siz tuhmat qilyapsiz. Isbotlamang tuhmat degan. Debsiz kuch ishlatishga ishlatasiz. O'rganib qolganman. Tushunmadim. O'rganib qolganman. Ko'rdingizmi? O'rganib qolganman. Savol beraman. Savol beraman. Mana kameraga bo'l, o'shan qo'yib beraman men. Nima bular faqat kuch ishlatib o'rganib qolganmi yoki qo'yib beraman. Kuch ishlatishga o'rganib qolganmi deyapsiz. Ha, qolganmi savol? Ko'rdingizmi masalan? Savol beraman. Men siz yo'q desangiz, yo'q qarang, men sizga bo'ldi. Nima? Yo'q, qarang, bermayman dedi. Mumkin emas. Toifaning ob'ekt degan nimani tushunasizmi? Siz nimani tushunasiz? Toifaning ishi qurol yarog' saqlanadigan, davlat siri saqlanadi. Obyektda masalan qurol yarog' saqlanadi. Qani saqlanadi shu yerda? Sizga ko'rsatamizmi? Yo'q, aynan mana bu yerda saqlanyaptimi? Aynan turgan joyimizda. Nima deyapsiz? Turgan joyimizda. Yaxshilab boring. Qarang, siz o'qib oling. Men yoki o'qib bering, hozir men tanishib chiqib ketaman. O'qib bering. O'qib bering. O'qib bering. Hamma narsa saqlanadi. Hop, men qurol yarog' saqlanadigan joyga kiraman. Siz kira olmaysiz, lekin Ha, o'sha kiraman. haqingiz. Hop, men kiraman deyman, qurol yarog' saqlanadigan joyga. Kiraman deyman. Ha, shu buni Mumkin emas. Lekin kameraga ham olishingiz mumkin emas. Qayerda yozilgan? Qonun bilan asoslantirilgan. Qonun bilan asoslantirilgan. Bu ma'muriy javobgarlik to'g'risida belgilab. Nechinchi modda? Moddasini bilmayman. Men bilmasa talab qoldi. Ko'ryapsizmi? Mumkin emas. Men ham yozib qo'yishim mumkin emas deb. Men ham mumkin deb kirgizishim mumkin. Taqdim etdim. Kimga Taqdim etdim. Siz birinchi o'zingiz tanishtirib taqdim eting, keyin men taqdim etaman. Taqdim eting, rasmini qo'shing. Bo'lib chiqaman keyin sizga ko'rsataman. Siz birinchi kursga kelishdan oldin Yo'q, men bilan Skype men bilan gaplashing. Qorinligini bilasiz. Men tanimayman-da. Qayerdan ekanligingizni, Men tanimayman. qachon kelganingizni. Bitta dasturni olib chiqing, men sizga tanishtiraman. Dasturni olib Yo'q, siz olib chiqing. Olib chiqing, men sizni tanishtirishni kutib turaman. Olib chiqing.